Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Bugun sizlarga EcoFire mahsulotlarimiz to'g'risida ma'lumotlar berib o'tamiz. Bu ko'mirimiz briket ko'mir hisoblanib, ko'rinish shakli dumaloq bo'ladi. Yonuvchanligi, ya'ni kilokaloriyasi 4,5 mingdan 5,5 minggacha issiqlik quvvati beradi. Bu ko'mirimizni shashlik mahsulotlariga tavsiya qilgan bo'lardi. Bu ko'mirimiz turburchak shaklda bo'lib, yonish vaqti 300 daqiqa, issiqligi 5,5 mingdan 6 ming kilokaloriyagacha issiqlik beradi. Bu ko'mirimizni mangal, stek va boshqa joylarda foydalansa bo'ladi. Bu ko'mir briketimiz 6 qirra hisoblanadi. Bu ko'mirimiz universal ko'mir hisoblanadi. Bu shashlikka ham, mangalga ham, stekka ham, boshqa narsalarga ham to'g'ri kelaveradi. Yonuvchanligi 5,5 ming kilokaloriya, uzoqligi 300 daqiqa. Bemalol hamma narsaga ishlatsa bo'ladi. Agar sizga sifatli ko'mir briketlar kerak bo'lsa, EcoFire kompaniyasiga murojaat qiling.